Xayrli kun qizlarjonlar. Bugungi kunimiz juda ham qiziqarli va kutilmagan bo'ldi. Bugun katta singlimlarning 5-o'g'illari Muhammad Ayub tug'ilgan kuni edi, 1 yoshga to'ldi. Ro'zg'orimiz kerak bo'lgandan beri anchadan beri bitta dasturxonda hali o'tirmagan edik. Adajon bilan opajon kechqurungi ovqat qilmaylar. Bugun Muhammad Ayub tug'ilgan kuniga shashliga gref qilamiz, birga o'tiramiz shashlik qilib deyishdi. O'shaning uchun kechqurungi ovqat qilmadik bugun. O'zining xonalarini chiroyli qilib sharlar bilan yasatdilar. Bolalarni hammasini boshiga shunaqa tug'ilgan kun kayfiyatini ko'rsatadigan narsalar olib kelibdilar. Bitta dasturxonda ovqatlandik, tug'ilgan kun nishonladik birga. Bolalarimiz maza qilib muzikalar qo'yib o'ynashdi. Tortlar, muzikalar bilan tabriklashdi. Bugungi kunimiz juda ham chiroyli o'tdi. Odam anchadan beri bitta dasturxonda o'tirishni sog'ingan ekan. Bundan keyingi bolajonlarimizning tug'ilgan kunlarida xudo xohlasa bitta dasturxonda o'tiramiz. Juda ham katta oilamiz. 3 ta o'g'ilimiz, bitta qaynangacham. Katta o'g'limlarda 5 ta o'g'il, ikkinchi o'g'limda 2 ta o'g'il, 2 ta qiz, menda 3 ta o'g'il, 1 ta qiz bo'ladi xudo xohlasa. Qaynangachamlarda ham 2 ta o'g'il, 2 ta qiz bo'lsa kerak xudo xohlasa, ular ham chiqadilar. San bolajonlarimiz xudo xohlasa 17 ta bo'lishar ekan. Bolalarimiz juda ham yaxshi ko'radilar, hech ham charchamaydilar, hech kimni hech ham tug'magan demaydilar. Bolalarimizni bog'chaga isha olmaydilar. Shunaqa ko'p bo'lsa ham uradi, turtadi, urushadi, baribir o'zini bolasidek qaramaydi. Sen uyda bo'lasan, bilmaysan, ko'rmaysan deb bolalarimizni bog'chaga isha olmay uyda olib o'tiraylar. Vaqti kelsa men o'zimni 3 ta bolamga asabim chidamay ketadi. Pikka chiqqanda to'polonni dodib yuboraman, lekin oydin shuncha bolani uyda bitta o'zlari olib o'tirganlariga hayron qolib ketaman, qoyil qolaman oyijonning sabrlariga. Qizlik paytda odam qanaqa niyat qilsa, o'sha niyat amalga oshar ekan. Shu narsani o'zim hayotda ko'p marta guvohi bo'ldim. Oyam, singlim, men uchalamiz yashardik, kichkina oila edik. Domda turardik. Katta oilaga kelin bo'lishni hayolimdan o'tkazganman, ichimda niyat qilganman. Niyatim amalga oshib, juda ham katta oilaga kelin bo'ldim. Katta oilada yashash ham plyus tomonlari juda ham ko'p. Birinchidan zerikmaysiz, yuragingiz siqilmaydi uyda o'tirib. Farzandlaringizni dunyoga keltirayotganingizda ham qiynalmaysiz. Radonga ketganingizda o'sinlaringiz bo'ladi, bolalaringizga qarab turadigan, osh-ovqatingiz proseduratingizga qarashadigan. Nimadir maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz, o'sinlaringiz o'zingizdan kattalar bo'ladi yoningizda. Uzoqdagi yaqiningizdan shu eringiz uyidagi qarindoshlaringiz yoningizda bo'ladi baribir. Katta oilaga kelin bo'lishi, katta oilada yashash ham juda ham plyuslari ko'p. Eng glavnisi zerikmaysiz. Tug'ilgan kun bayramlar juda ham qiziqarli o'tadi. Har xil o'yin kulgilar. Tog'larga dam olishlarga chiqsangiz, maza qilasiz. Ko'pchilik bilan qiziqda, u oilaviy o'zimiz ko'pchilik bo'lib chiqamiz har doim tog'larga dam olishlarga chiqsak ham. Yangi kelin bo'lib chiqqanimda ko'p narsani bilmas edim, lekin o'sinlarim bo'lgani uchun ham qiynalmaganman. Ko'p narsalarni katta o'sinimdan, kichkina o'sinimdan, qaynagachimdan, oyijondan o'rganganman. 7 yil deganda mana ro'zg'orim bo'lib bo'lganda shundan bildim. Ro'zg'or eplaydigan darajada o'pta oshirmay shuncha yil davomida o'sinlarimdan yigitlardan narsalar o'rgandim. Kunimiz ham shunaqa zo'r o'tdi. Tug'ilgan kun taym qildik, muzikalar qo'yib o'ynadik, tabrikladik. Bolalar maza qilishdi ayniqsa. Niyat qilishda hech ham cho'rchimaslik, qo'rqmaslik kerak ekan. Nimaiki niyat qilsangiz, Allohdan so'rasangiz, baribir bir kun amalga oshadi, bir kun berar ekan. Даже o'zimning tikuv mashinalarim uyimda bo'lishini bir paytlar orzu qilganman. Xo'jayinim bilan bundan 2 yil oldin o'zimga ko'chada ishlamasin, uyda o'tirib ish tiksin deb ikkita tikadigan mashina berildi, to'g'ri cho'ka berildi. Ham o'g'il, ham qizim bo'lishini ham, bunaqa katta oilam bo'lishini ham, xo'jayinim mehribon, vafoli bo'lishini ham, даже hijobga kirishni ham men bir paytlar orzu qilganman. Qachondir Alloh qalbimga solsa, inshaalloh o'ranaman deb niyat qilganman. Pul boylik odamni buzadi deb даже o'zimga keragidan ortiqcha boylik ham so'ramaganman. Oddiy oilani, oddiy kelin bo'lishni xohlaganman. Glavnisi erama bitta xotini bo'lib, yonimda vafoli yor, bolalarim adasi bo'lib yashashini o'zi yetadi menga deb niyatlar baribir bir kun amalga oshar ekan qizlar. Har doim niyat yaxshi qilinglar. Vaqtlar o'tib, orqaga bundoq qarasangiz, his qilar ekansiz o'sha bir kun bir paytlar qilgan niyatlaringizni hozir yashayotganingizda. Allohga ming shukr, alhamdulillah. Niyatlarimdagi o'zim xohlagan hayotda yashayapman. Allohga ming shukr, farzandlarim, oilam yonimda juda ham baxtliman.